Bolalardagi shamollash, gripp yoki nafas yo'llaridagi kasalliklarni davolashda ingalyatsiyadan foydalanasizmi? Unda bu 3 ta xatoga aslo yo'l qo'ymang. Birinchi xato: yo'riqnomasiz ishlatish. Ba'zi insonlar shifokor maslahatisiz yoki berilgan yo'riqnomani o'qimasdan ingalyatsiya qiladilar. Lekin bu foydasiz bo'lishi yoki kasallikni yanada og'irlashtirishi mumkin. Ikkinchi xato: nebulizerni tozalamaslik. Ingalyatsiya qilishdan oldin va keyin nebulizerni tozalamaslik bakteriyalar yig'ilishiga sabab bo'ladi va bu qayta infeksiyaga olib kelishi mumkin. Uchinchi xato: bola yig'layotganda ingalyatsiya qilish. Bola yig'lasa to'g'ri nafas olmaydi va ingalyatsiya qilish deyarli foyda bermaydi. Baland ovozli nebulizerlar esa bolani qo'rqitib yig'lashiga sabab bo'ladi. Shu sabab siz farzandingizni qo'rqitmaydigan SSF kompaniyasining qiziqarli ko'rinishga ega bo'lgan Девочка Panda, Tigrenik, Doktor Panda va universal nebulizerlaridan foydalanishingiz mumkin. Ushbu nebulizerlardan nafaqat bolalar, balki kattalar ham foydalanishlari mumkin. Eng muhimi, ovozsiz ishlaydi, 1 yil kafolati ham mavjud. Xarid qilganingizdan so'ng nebulizer buzilib qolsa, kafolat asosida qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar borib yangisiga almashtirib beriladi. Farzandingizni davolashda kerak bo'ladigan ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.